Sizlar bilan bundan oldingi videoda ruletni biskvitni o'rgangandik. Endi bu videoda kremini tayyorlaymiz. Men kremni ikkita rulet uchun qilyapman. 400 gram qaymoqqa 300 gram moloko soldim. Men sizlarga главный sirini aytib ketaman. Mikser qilishdan oldin idishga sovigan boyaga qaymoq bilan molokomizni 5-10 minutga muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni chetlari salgina qotguncha. Keyin mikser qilsanglar idealniy krem bo'lib chiqadi. Men bu kremni tortlarning orasiga ham qilaman. Shu kremni endi ruletning orasiga solib o'raversanglar ham bo'ladi. Sizlarga maslahatim, men qilgan xatoni qilmanglar. Men qilgan xato bu esa kremni ajratib olib bittasiga rang qo'shganim bo'ldi. Aytishingiz mumkin, varyoniy molokodan foydalanishingiz mumkin deb, lekin bu meni xayolimda umuman yo'q edi. Men buni kechqurun qilayotganligim uchun ozgina rang kirsin deb qilgan edim. Ayb emas. Shunaqa qilib men ruletim orasiga shokolad va banan soldim. Kremdan qora rang chiqarishning ilojisi yo'q, juda ham qiyin bu. Rang qo'shsam ham hech qanaqangi o'zgarish bo'lmadi mazasida. Faqatgina men qilgan xatoyim rangi xunuk bo'lib qoldi. Men kremga mazali bo'lishi uchun shokoladning essensiya ham solgan edim. Bu unchalik muhim emas, просто shokolad mazasi kelsin dedim. Qaymoq bilan zug'shonkaning o'zi ham juda ham mazali qilib berishadi. Men ko'p shunaqa rulet qilaman shuning uchun. Ikkinchi idishdagi kremga esa banan mazasini keltiruvchi essensiyadan sovurdim ozgina 3-4 tomchi. Oq rangdagi ruletimga banan, shokolad, malina soldim. Ichiga o'rayotgan narsalarimni polni yoyib tashlagim kelmadi, faqatgina bir qator qilib yoyib chiqdim. Ruletning eng uch tomoniga krem surishinglarni tavsiya bermayman. Yoki sursanglar ham yuqori suringlar, chunki o'ralayotganda o'sha yerga siqilib kremlar chiqib keladi. Ruletni qattiq siqib bosib o'ramanglar, просто tak aylantirsanglar bo'ldi. Ustini bezatish bu xohishingizga ko'ra. Men har doim rulet qilganda shokoladni qirg'ichdan o'tkazib separdim ustiga. Mazasi idealniy, вообще dahshat chiqdi, ichlarini ko'rsanglar ham bo'ladi. Endi tezda bittagina laykni bosib keting.